Salatul istisqa. Istisqa namozi. Istisqa arabcha so'z bo'lib, serobchilik, sug'orishni talab qilish degan ma'nolarni anglatadi. Odatda esa kutib turilgan suvning kelishi kechiksa, uni talab qilishga aytiladi. Istisqa 3 xil bo'ladi. Birinchisi yolg'iz yoki jamoat bo'lib duo qilish, ikkinchisi namozdan keyin duo qilish, uchinchisi 2 rakat namoz o'qib, juma xutbasiga o'xshash 2 xutba qilib, serobchilik so'rash. Serob bo'lguncha qayta istisqa qilinaveradi. Qala Allohu ta'ala: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. الله تعالى بقرة surasida marhamat qiladi. Va Musa o'z qavmini serob qilishni so'raganida asoying bilan toshni ur deganimizni eslang. Bas undan 12 ta buloq otilib chiqdi. Sharh. Ushbu oyati karimadan islom ummatidan avvalgi ummatlarda ham istisqo bo'lgani ko'rinib turibdi. Musa alayhissalom boshchiliklaridagi Bani Isroil Tihda sahroda adashib qolib, nihoyatda chanqaganlarida u zot qavmlari uchun Allohdan suv so'raganlar. O'shanda Alloh taolo u zotga qo'lingdagi asoying bilan toshni ur deb amr qilgan. Musa alayhissalom kiyimlarini olib qochgan toshni asobilari bilan urganlar. O'shanda u toshdan 12 ta buloq otilib chiqqan. Chunki Bani Isroil 12 ta qabiladan iborat edi. An Ishaq radhiyallohu anhu qala: Arsalani al-Walid ibn Utbah wa huwa amirul Madinah إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه أصحاب السنن. إسحاق رضي الله عنه دان روايات قلنده. Valid ibn Utba Madinaga amir bo'lib turganida meni Ibn Abbosning huzuriga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning istisqo namozlari haqida so'rash uchun yubordi. Bas u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini xor tutgan hollarida, tavozi va tazarru qilgan hollarida namozga chiqdilar. Keyin minbarga ko'tarildilar. Sizlarning mana bu xutbalaringizga o'xshatib xutba qilmadilar, lekin duo, tazarru va takbirda bardavom bo'ldilar. Keyin idda o'qiydiganga o'xshatib 2 rakat namoz o'qidilar, dedi. Sunan egalari rivoyat qilganlar. Sharh. Avvalo rivoyat sohibi Ishaq radhiyallohu anhu bilan yaqindan tanishib olaylik. Ishaq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bo'lganlar. Abdon ismli kishi Xolid ibn Abdurrahmon orqali Ishaq rivoyat qilgan hadislarni jamladilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu islom ummatining ilm dengizi laqabini olgan edilar. U kishi bor joyda hech kim ilmdan og'iz ocha olmas edi. Madina-i Munawvaraga amir bo'lgan Valid ibn Utba radhiyallohu anhu o'zlari bilsalar ham, atrofdagi kishilar bilsa ham, yana ta'kidlab olish uchun Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuning huzurlariga Ishoq radhiyallohu anhuni yuborib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning istisqo namozlari qanday bo'lganini so'ramoqdalar. Islom ummatining ilm dengizi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu esa Nabiy sallallohu alayhi va sallamning istisqo namozlari qanday bo'lganini vasf qilib berish davomida o'sha vaqtdagi ba'zi o'zgarishlar, jumladan xutba boshqacha qilinayotganini tanqid qilib o'tmoqdalar. Ushbu rivoyatdan olinadigan foydalar. Birinchi, hukmdorlar
ulamolarni hurmat qilib, ulardan ishlarning shariatga, sunnatga muvofiq bo'lishi haqida so'rab, maslahat olib turishlari kerakligi. Ikkinchi, istisqo uchun chiqadigan kishilar o'zlarini xorizor tutmoqlari kerakligi. Bu narsa kiyinishda, yurish-turishda, muomalada ko'rinib turishi lozim. Chunki birovga ishi tushgan odam o'sha odamning oldida o'zini xor tutsa, ishi oson bitadi. Allohga ishi tushib, u zotdan suv, serobchilik so'rash ilinjida turganlar ham o'zlarini xor tutsalar, inshaalloh ishlari oson bitadi. Uchinchi, istisqo uchun chiqadigan kishilar tavozuli bo'lishlari kerakligi. Chunki tavozi ham duo so'rash odoblaridan hisoblanadi. To'rtinchi, istisqo uchun chiqadigan kishilar tazarru ila turishlari. Chunki bu ish tazarrusiz, Allohga chin dildan qattiq yolvorishsiz bitmaydi. Beshinchi, istisqo namozgohda bo'lgani yaxshiligi. Nabiy alayhissalomning namozgohlari Madinadan 1000 ziro masofada bo'lgan. Chunki istisqoga hamma aholini, hatto go'daklarni ham, uy hayvonlarini ham olib chiqib, ularning ham xor-zor, muhtoj ekanliklarini izhor qilib turib, istisqo, serobchilik so'rash amalga oshiriladi. Bu holat albatta shahar ichidagi masjidda yuzaga kelmaydi. Oltinchi, avval imom minbarga chiqib, uzoq vaqt davomida duo, tazarru va takbirda bo'lishi kerakligi. Albatta qavm imomga qo'shilib turadi. Yettinchi, jamoat bilan Eid namoziga o'xshash 2 rakat namoz o'qish. Hanafi mazhabida istisqoda Eid namozidagi kabi qiroat oshkora qilinadi-yu, ammo ziyoda takbirlar aytilmaydi. Boshqa mazhablarda takbirlar ham aytiladi. Qolgan hamma narsalar xuddi Eid namozi kabi bo'ladi. Va xaraja Abdulloh ibn Yazid al-Ansari va ma'ahu al-Bara'u ibn Azib va Zayd ibn Arqam radiyallohu anhum fastasqa. فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم رواه البخاري. Abdullah ibn Yazid Ansari u bilan birga Baro ibn Azib va Zayd ibn Arqam radiyallohu anhular istisqoga chiqqanlar. Bas u Abdullah minbarsiz 2 oyoqda tik turib istig'for aytdi. Keyin 2 rakat namoz o'qidi, qiroatni oshkora qildi, azon ham, iqoma ham aytmadi. Buxoriy rivoyat qilgan. Sharh. Ushbu rivoyatda sifatda qilinayotgan istisqo hodisasi 64-hijriy sanada Kufada bo'lib o'tgan. O'sha paytda Abdulloh ibn Yazid radhiyallohu anhu Kufaga Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu tomonidan amir qilib qo'yilgan edilar. Yog'ingarchilik bo'lmay qolganida ular shahar chetiga chiqib istisqo qilganlar. Mazkur 2 ulug' sahobiylar birgalikda hamda Abdulloh ibn Yazid radhiyallohu anhuning rahbarliklarida ado etilgan istisqo namuna bo'lganligi uchun ham Imom Buxoriy uni o'z kitoblarida keltirganlar. Ushbu rivoyatdan olinadigan foydalar. Birinchi, istisqoga musulmon, taqvodor amir va ahli fazl kishilar boshchilik qilsalar yaxshi bo'lishi. Ikkinchi, istisqo uchun tik turgan holda tavba tazarru ila istig'for aytish zarurligi. Uchinchi, istisqo namozi 2 rakat bo'lishi. To'rtinchi, istisqo namozida qiroat oshkora bo'lishi. Beshinchi, istisqo namozida azon ham, iqomat ham bo'lmasligi. Bu namozga jamoat namoziga deb da'vat qilinadi. An Abbad ibn Tamim an ammihi radhiyallohu anhu qol: Ra'aytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yawma kharaja yastasqi qol: Fahawwala ila an-nasi dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة رواه الخمسة. Abbad ibn Tamim radhiyallohu anhudan u kishi amakisi radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi.
Nabiy sallallohu alayhi va sallamning istisqo qilish uchun chiqqan kunlari ko'rdim. Odamlarga orqalarini qilib, qiblaga yuzlanib duo qildilar. So'ng ridolarini aylantirdilar. Keyin bizga imom bo'lib 2 rakat namoz o'qib berdilar. O'sha 2 rakatda qiroatni oshkora qildilar. Beshovlari rivoyat qilganlar. Sharh. Ushbu hadisi sharifdan olinadigan foydalar. Birinchi, imomning qiblaga qarab ixlos bilan duo qilishi istisqo namozidan oldin bo'lishi kerakligi. Bunda imomning orqasida turgan qavm ham astoydil ishtirok etishi lozim. Chunki qiblaga yuzlanish duoning odobi va qabul qilinishi shartlaridan biridir. Ikkinchi, imom ridosini teskari qilishi kerakligi. Teskari deganda odatda o'ng yelkada turadigan tarafni chap yelkaga, chapdagisini o'ngga qilib olish tushuniladi. Yana bundan etagini yelkaga, yelkani etak tomonga almashtirish ham tushuniladi. Istisqo haqidagi ko'plab rivoyatlarda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shunday qilganlari qayta-qayta aytilgan. Bunda hozirgi qurg'oqchilik, qahatchilik holimiz butunlay o'zgarsin degan ishora bordir. Uchinchi, istisqo namozi 2 rakat bo'lishi. To'rtinchi, istisqo namozida qiroat oshkora bo'lishi. An Anas radhiyallohu anhu anna nabiyallohi sallallohu alayhi va sallam kana la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa hatta yura bayad ibtayhi. Ravahu khamsatu illa Tirmizi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hech bir duoda qo'llarini yuqoriga ko'tarmas edilar. Faqat istisqoda qo'ltiqlarini oqi ko'ringuncha ko'tarar edilar. Beshovlaridan faqat Tirmizi rivoyat qilmagan. Sharh. Demak, istisqo paytida tazarru va iltijoni eng yuqori cho'qqiga chiqarish lozim ekan. Dar haqiqat, qurg'oqchilik, suvsizlik katta musibat. Bu baloga giriftor bo'lgan o'lkalarda rizq-ro'z kamayib, ocharchilik bo'lib, nabotot, hayvonot va insoniyat olami halokatga uchraydi. Qurg'oqchilik dahshatli ofat ekani hammaga ma'lum. Bu baloga vaqti bilan har bir o'lka duchor bo'lishi mumkin. Bu ham Alloh taoloning sinovidir. Xo'sh, bunday sinovga odamlar qanday munosabatda bo'ladilar? Buzuq e'tiqodli o'lkalar va xalqlar buzuq munosabatda bo'ladilar. Ba'zilari turli but va sanamlarga, soxta xudolarga qurbonliklar, xayr-ehsonlar qilishga o'tadilar. Hatto insonlarni qurbon qilish odatlari ham bo'lgan. Xudosizlik hukm surgan yurtlarda esa bu sinov tabiat injiqligi deb nomlanadi hamda o'sha tabiat injiqligini yengish uchun kurash boshlanadi. Natijada mazkur kurash oqibatida yillar o'tganidan keyin o'sha yurt va el boshiga qurg'oqchilikdan ham ko'ra qattiqroq balo-ofatlar yog'iladi. Buni tajriba ko'rsatdi. Islomda esa hamma narsa Allohdan deb bilinadi. Turli balo-ofatlar, jumladan qurg'oqchilik ham Allohning sinovi, bandalarga eslatma, ogohlantirish deb e'tiqod qilinadi. Shuning uchun boshqa musibatli holatlardagi kabi qurg'oqchilikda ham Allohning o'ziga iltijo qilinadi. Turli uslublar ila Allohga muhtojlik alomatlari ko'rsatiladi. Shuning uchun ham istisqo namozi uchun shahardan tashqariga, sahroga chiqiladi. Butun aholi chiqadi. Qari kishilar, bemorlar, yosh bolalar, hatto hayvonlar va ularning bolalari ham olib chiqiladi. Onalarni bolalardan ajratib qo'yib turiladi. Bularning hammasida xorizorlik alomati bordir. Mazkur toifadagi kishilar qurg'oqchilikdan eng ko'p zarar tortadigan toifalar bo'lishi bilan birga, ularning duolari qabul hamdir. Imomi Bazor qilgan rivoyatda emizikli bolalar, rukudagi obidlar va o'toqdagi hayvonlar bo'lmaganida ustingizga azob shunday ham quyilar ediki, deyilgan. Imom Buxoriy qilgan rivoyatda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam faqat zaiflaringiz tufayligina rizqlantirilarsizlar va nusrat olasizlar deganlar.
Imomi Hokim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Sulaymon alayhissalom istisqo qilgani chiqdilar. Bas chalqancha yotib olib, Allohim, albatta biz sening maxluqlaringdan birimiz, biz seni rizqingdan behojat emasmiz deb duo qilayotgan chumolini ko'rdilar. Shunda Sulaymon alayhissalom, qaytinglar, batahqiq sizdan boshqaning duosi ila serob bo'ldingiz, dedilar. Hozir ba'zi islom o'lkalarida istisqo namozlari amalda mavjud. Lekin boshqa islom yurtlarida, xususan Allohning dinidan uzoqlashgan yurtlarda bu namoz yo'q. Xudosizlik hukm surgan yurtlarda esa istisqo namozidan keyin serobchilik bo'lib, odamlarga yaxshilik yetsa, Xudoga ishonib ketadilar. Unda biz kim bo'lib qolamiz deb istisqo namozi haqida o'ylashga ham ijozat bermaganlar. Endi o'sha o'lkalarda hozir hukm surib turgan turli bid'at xurofotlar o'rniga Nabiy alayhissalomning sunnatlariga muvofiq istisqo namozi